Bugungi jumadagi ma'ruza haqida men sizlarga aytib bermasam bo'lmaydi. Domla aytdilarki, eng gunoh kabira ish bu Allohga shirk keltirish va undan keyingi turadigan ish esa ota-onaga oq bo'lish. Lekin dedilar, ota-onaga oq bo'lish deganda men seni oq qildim degani emas, ya'ni ota-ona tomonidan. Ota-ona o'z muammosini bo'ladimi yoki bir uydagi tashvishlarini bo'ladimi, sizga aytayotganda og'rinmasligi kerak. Ya'ni men bu narsani aytganimda farzandim buni qanaqa qabul qiladi, menga bir dakki beradimi yoki bir o'zini asabi buzilib boshqa narsalar qiladimi degan narsa bo'lmasligi kerak. Ya'ni shu narsa uni yuragidan o'tmasligi kerak. Agar shunaqa narsani o'ylab sizlarga aytayotgan bo'lsa yoki bir og'rinib aytayotgan bo'lsa, ya'ni ota-onangiz bu ishda ya'ni o'sha oqlikni boshlanish davri bo'ladi deganday qildilar. Menimcha bu haqida har birimiz, men ham siz ham fikr yuritib, o'zimizni isloh qilgan holatda ota-onamiz bizga o'z muammosini bemalol ayta oladimi degan narsani o'rtaga qo'yib, o'zimizni isloh qilishimiz kerak, birodar. Assalomu alaykum.